Assalomu alaykum akalar, ertamatanda ishni boshladik. Mana cheklanmagan miqdorda katyol ko'mir. Buni yonishini ko'pchilik so'rayapti. Hozir men chetda videoga olyapman. Hozir uyga kirib, yonishini ham bitta video qilib beraman. Katyolda qanaqa bo'ladi, qana yonadi. Buni ma'lumot beraman. Bittadan like bosib videoni oxirigacha ko'ringlar. Men ketdim uyga. Video mana katyol bo'ladi. Qanaqa bu katyol deyapsizlar? Aqlli katyol mana shu. Shuni ko'mirini biz sotyapmiz. Ko'mirini ham katyoli ham o'zimizda bor. Mana o'sha ko'miri bo'ladi. 7000 8000 kaloriya bo'ladi. Yonish shunaqa zo'r bo'ladi. Mana miyasi mana shu katyol bo'ladi. Aqlli pechka bu. Где-то 4-5 yil bo'ldi. Umuman muammo yo'q bu katyolga. Любой payt aloqadamiz. Katyolni o'zimizda bor. Yonishiga bitta baho berasizlar. Ana ko'mir emas, ko'mirda bu. Prosta nimaga men sizlarga ko'mirda tanlab olinglar deganim, mana bunkerda agar siz to'kib qo'ysangiz, yaxshi ko'mir bo'lmasa, shuni qolib ketadi. Chiqasiz, ya'ni zapravkalarga bosaverasiz, cho'patib qilib, kaltak bir nimalar qilib, ashna bo'ladi. Shuning uchun ko'mir tanlashda adashib qolmanglar deb anaqa ming marta aytyapman. Nem ko'mir olib qo'ymanglar. Hali nima deydi shuni? Hali mayna to'g'nab qoladi yongandan keyin. O'shani ham e'tibor beringlar. Iloji boricha katyolda ko'mir olishda adashmanglar. Qiynalasizlar. Misol uyingizga remont qilasiz, 10-15 ming dollar sarflab turib, yo 30-40 ming sarflab turib, bitta pechkani chatag'idan qo'yib, yo ko'mirni chatag'idan olsangiz, qishi bilan qiynalib chiqasiz. Shuning uchun adashib qolmanglar. Mana ko'mirni ham zakotovka qilib tashlaganmiz. Любой moment aloqa chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Ko'mirlarimiz bor. Bittadan like bosib ketaverasizlar.